Bugun sizlar bilan akalar sonzashniy plyonka haqida, ya'ni quyoshdan himoya qiladigan plyonka haqida gaplashamiz va bu nima o'zi, GAI standartidan o'tadimi, qonunan javob beradimi, narxi necha pul, hammasini gaplashamiz. Narx-navosi hammasini to'liq qilib, xudo xolasa tonirovkachi Abror bo'lman, sizga tushuntirib beraman. Tonirovka sohasida qariyb 5 yildan beri ishlab kelaman. Shu 5 yillik tajribamdan kelib chiqib sizlarga xudo xolasa shu narsalarni tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Akalar, shuncha video qilyapmiz, like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasa, Instagramga ham tonirovkachi Abror deb yozsangiz chiqadi. Unda ham ko'proq videolarimiz bor. Xo'p, akalar, qani ketdik. Xo'p, birinchi savol bo'ladigan bo'lsa, bu qonunan mumkinmi deb savol berishadi. Birinchi o'rinda ko'pchilik bu albatta qonunan mumkin, faqat yorug'lik o'tkazuvchanligi 70% dan pasayib ketmasa bo'ldi. Bu nima degani bo'lsa, mana ko'rib turganlaringizda buni qorasi chiqib ketgan, hozir ko'ki chiqib ketgan. Apparatni o'lchaganimizda, apparatni olib kelgan, o'lchaganimizda yorug'lik o'tkazuvchanligi, ya'ni 30% dan pasayib ketmagan bo'lishi kerak. Bunaqani qayerdan bilamiz? Bizda hammasini spesial apparatlari bo'ladi. Laboyda o'lchaydigan, eshiklarda o'lchaydigan apparatlar bo'ladi. Mana bu yerdami? Ha, bo'ldi. Mana. Xo'p, bu apparatimiz ham Lishang, ko'pchilik ustalarimiz ham biladi. Hozir sizlarga men tushuntirib beraman, to'liqroq bo'lish uchun. Xo'p, mana. Xo'p, mana ko'rib turgan bo'lsalaring, bu 73% yorug'lik o'tkazyapti. Mana shu VLT'sini ko'rsatadi. Buni endi misol laboyga tortsa, xudo xolasa bu standartni o'tadi degani. Xo'p, endi men sizlarga qanaqa mashinalarga o'tadi? Xo'p, bu 73% degani. Xo'p, o'zimiz GM mashinalari, Nexi 2, Gentra, Onyx larga o'tadi. Endi inomarkalarga desalaring, inomarkalarga undan sal ochrog'i bo'ladi. Yorug'lik o'tkazuvchanligi 80 yoki 90 liklari bo'ladi, ular o'tadi. Endi uni misol siz borib tonirovkachiga sonzashni yopishtirmoqchiman, standart o'tadigan desangiz, shunaqa apparatlari, xullas, yana bitta tonik apparatni ham olib kelib, tonik apparatlarni o'lchab sizga ko'rsatadi. Xullas, qonunan mumkinmi degan savolimizga albatta mumkin, faqat yorug'lik o'tkazuvchanligi 70%. Mana bu yerda yorug'lik 70 dan tushib ketmasa bo'ldi, misol. 70 dan tushib ketmasa bo'ldi. Uzog'i bir 67-68 gacha ham akalarimiz hozirgi kunda indashmayapti. Alloh rozi bo'lsin. Endi tushunyapsizlarmi akalar? Yorug'lik o'tkazuvchanligi mana o'lchatganlaringda 70 dan tushib ketmasa bo'ldi. Ya'ni 69-68 chiqsa ham bu bo'limini bo'ladi degani. Xo'p, yana bitta narsani olib kelaylik. Xo'p, yana GAIlarda ham bunaqa apparat bo'ladi. Bu laboyda shunda o'lchaydi. Bu tonik spetsialniy, bu ham originali bo'ladi. Xullas, iloji boricha tonirovkachiga borganlaringda shunaqa apparatlarni boridiga borsalaring, yutqizmaysizlar, o'lchatib olasizlar. Xudo xolasa keyin ko'ngil xotirjam bo'ladi. Xo'p, birinchi savolimiz ruxsatmi qonunan deganlar, ruxsat. Endi ikkinchisi, tushunib turgin, bunaqasini yaxshi yomonni qayerdan bilamiz deb ko'pchilik savol beradi. Endi buni yaxshi o'zlaring bilgan ustaga borsalaringiz sizlarga tushuntiradi. Biz hozirgi kunda har xilni olib kelib qo'yganmiz. Narx-navosi bilan ajralib turadi. Hozir sizlarga men narxi bilan qaysi yaxshi, qaysi yomonini bilganimni tushuntirib boraman. Endi kamchiliklarim bo'lsa uzr so'rayman. Kommentariy yozib ketsalar, bilmagan joylarimni yana ham keyingi videolarda to'ldirib ketaman. Endi xudo xolasa, xo'p, bizda hozir qanaqalari bor? Ko'pchilik hozir arzon narsaga ehtiyoj sezib qoldi. Arzon bo'lsin deb, yo'q akalar, sonzashniy plyonka tanlayotganda arzoniga yoki de pul yengiligiga qiziqmanglar. Sizlar quyoshdan maksimal himoya, nima deydi, himoya kerakmi? Mashinalarning qizib ketmasligini xohlaysizlarmi? Yaxshi sonzashniy plyonka qildirsalar keyin foydali bo'ladi. Bo'lmasam eng arzonni qildirib olib, foydasi yo'q ekan sonzashni deb qolmanglar. Ko'p klientlar hozir shunaqa skidkalar bo'lib ketyapti. Shuni hech qachon eslaringdan chiqarmanglarki, skidka qilgan usta o'zini qadrini bilmaydi, yaxshi narsa tavsiya qilmaydi. Xo'p, bugungi kunda hozir biz ishlatayotganlarimiz, hozir men sizlarga ko'rsataman. Xo'p, bitta plyonkamiz bor. Bu plyonkamiga keladigan bo'lsak, buni narxi oldi laboyga 400 ming so'm, oldi eshigiga 200 ming so'm bo'ladi. Xudo xolasa, общий 600 ming so'm bo'ladi. Birinchi o'rinda yopishtirishdan oldin qiyiqim yopishtirib, laboyga qo'yib, apparatimizda, tonik apparatimizda o'lchab, standartda o'tsa, keyin yopishtirib beramiz. Bizda shunaqa bo'ladi. Xo'p, narxi 600 ming so'm bo'ladi. Общий laboy и eshik. Korobkasini olib kelgan, o'tib turib ko'rsatib qo'y. Sonzashdan nimasidan ajratsa bo'ladi? Hamyonbopidan, qimmatini yoki de tuftasidan, nima deydi, yaxshisini. Birinchi o'rinda ko'zni yoshlatmaydi. Plyonka чистый bo'ladi. Keyin bitta sonzashda bitta apparatni o'lchaganda 93, 99 ko'rsataveradi-da. U sonzashda biz
issig'imiz kuchli. Agar tushuntirayotgan bo'lsam, shuni hisobiga bitta qattiq issiq bo'lganda o'zini xususiyatini yo'qotib qo'yadi. Shunda ajraladi plyonka. Arzoni bilan qimmati. Qimmati 1000 issiq bo'ladi, o'zini xususiyatini yo'qotmaydi. 5 yil garantiyasi 5 yil turib beradi. Xo'p, 600 ming so'mlik deyotganmiz, mana shu korobkadan olib ishlatyapmiz. Yorug'lik o'tkazuvchanligi 70. Mana good car deymi, endi inglizini bilmadim. Xo'p, 600 ming so'mga shu korobkalikni yopishtirib beramiz. Xo'p, endi undan tashqari qora attenkalikda yana bitta boshqasi bor. Bu anchadan beri ishlatadiganimiz. Buni bleskini ham ko'rib turibsizlar, olib kelgan yaqinroq. Bleski buni farq qiladi, ko'rsatishi, tomniligi buni tomniroq turadi, i standartdan o'tadi. Endi standartdan o'tmaydigan mashinalar ham bor, ularga o'lchab ko'ramiz. Lekin bir 90% ko'p mashinaga o'tadi bu. Issiqlik qaytarish juda zo'r. Bu metallizirованный plyonka. Xudo xolasa, bu ham yaxshi plyonka. Buni narxi oldi Laboy 800 ming so'm, eshik 400 ming so'm uramiz. 1 million 200 ming so'm teng barobar qimmat, lekin bu premiumga kiradi, kачествоsi ancha zo'r. Buni eskitdan ishlatamiz. Mashinadan ham urdirsalar ham bo'ladi borib. Endi aytayotgan narxlarimiz faqat bizda, biz o'zimizdan kelib chiqib narx aytamiz. Boshqa joyda balkim arzonni, qimmatdir bilmaymiz. Biz o'zimizdek holatlarga tushuntirib beramiz. Xo'p, narx-navolarga kelamiz. Shunaqa. Endi bu ham yaxshi. Bu Koreyada ishlab chiqarilgan, bu Xitoydan kelgan. Xo'p, yana bitta plyonkamiz bor. Lumar nomi bilan o'ta korobkasi borki, Lumarni tanilgan eskitdan bitta olib yozib ham turibdi. Endi ko'pchilik buni biladi. Akalarimiz tushunib qoldi, klientlar ham. Lumar ko'rsatgan yaxshi ko'rinyaptimi? Mana. Xo'p, buni ham hozirgi kunda Laboyga 400 ming so'm, eshigiga 200 ming so'm uryapmiz. Общий 600 ming so'm bo'ladi. Mana korobkasi bunaqa bo'ladi. Endi buni ham eng arzonlari ham chiqib ketgan qanday. Bu urayotganimiz ancha yaxshi, lekin originali biz. Bu ham lekin Xitoydan keladi. Endi Dubaydan keladigani ham bor. Xitoydan Dubayga, Dubaydan bizga keladi. Dubayga chiqarganini olish kerak. Biz Dubayskiy versiyasini olganmiz. Dubay issiqligining hisobi yaxshiroq chiqaradi. Mashina ham yaxshi, lekin buni jicha tumani bor. Lekin kачествоsi yaxshi. Narxi 600 ming so'm. Endi yana bitta plyonkamiz bor. Bundan tashqari tepada turibdi. Koreyskiy firma bo'ladi. Bittasi tepada esa 1 million 200 ming so'm, mana mashinasi ikkinchisi 900 ming so'm, Laboy bilan eshigiga 1 million 200 ming so'm. Bu oldi Laboy bilan eshigiga. Ko'rib turganlaringni hozir mana 1 2 3 4 5 xil sonzashtamiz bor. Narxlarni ko'rib turdilaring. Hamyonbopi 600 ming so'm, oldi eshik. Premium 1 million 200 ming so'm, o'rta miyonasi 900 ming so'm, oldi eshik, oldi Laboy. Narxlarni ham aytib o'tdim. Endi bularni xizmat qilish muddati nimada farqi bor pulini deyapsiz. Teng barobar farq qilayotgan bo'lsa, xo'p, xizmati hamyonbopi endi to'g'risi uzog'i biz issiqlarda 1 yildan 2 yilgacha xizmat qilib beradi xolos. Nima deydi? 1 million 200 ming deyotganmiz, 5 yilgacha garantiyani talon ham yozib beramiz, garantiya beramiz. Yaxshi xudo xolos xizmat qilib beradi. O'shuning uchun ishlatamiz anchadan beri. Biz menga yoqadi plyonkalar. Endi narigilarni nomini aytib o'tmadim, qimmatlarini. Endi ko'proq o'zimizga zakaz qilib ishlayotganimiz uchun boshqa joylarda bo'lmasligi mumkin. Lekin borib yaxshi usta bo'lsa gaplashib qildirsangiz bo'ladi. Bizda shunaqa narxlar hozir 2026-yil, bugun 11-fevralmi? 11-fevralda narxlar. Endi nimadan farq qiladi? Yaxshi sonzashda eng asosiysi ko'zni og'ritmaydi, yoshlatmaydi, chachib yubormaydi nurlarni. Shaffof turadi, xiralashib qolmaydi, Laboy xira bo'lib qolmaydi. Urilganda shunaqangi bleskli bo'lib turadi. O'zingiz ko'rganingizda maza qilasiz Laboyda turganda, shaffof, zo'r turadi. O'shani hisobiga, puliga, sifatiga yarasha narxi bo'ladi akalar. Endi hamyonbopini misol kimdir 1 yil minishi mumkin mashinani. Yoki kimdir uncha qiziqmas, yoki tushunmas, yoki kam minar. Endi o'shani hisobini olib, arzonrog'ini ham tavsiya qilyapmiz hozirgi kunda. Endi agar bitta joyga mashina qo'yib kirib ketadigan bo'lsangiz, iloji bor ko'p qo'yib kirib ketadigan bo'lsangiz, bu sonzashni bitta nafaqat sizni, balki mashinangiz ichida tabloyingizni, monitoringizni, chexollaringizni, plastmassalaringiz qiyshayib ketishi yoki issiqda bitta joyda qolib ketsa, erib ketishidan saqlaydi. Va xolasa bu sonzashli plyonkani ancha foydalari bor. Narxlarini bildik, foydasini bildik, qonunan standartni o'tishni bildik. Va xolasa yana qanaqadir savollaring bo'lsa, men agar to'liq tushuntirmagan joyim bo'lsa, bemalol yozib ketsalar ham bo'ladi kommentariyaga. Xullas, yangi mashina oldingizmi? Sonzashni biz issiqni ko'ryapsiz. Qildirganingiz o'zingizga foydali. Endi nima deydi? Iloji boricha premium qildiring. Mashinani 3-4 yil minasizmi? O'zingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun. Farzandingiz kasal bo'lmaydi. Rak kasalligini oldini oladi. Terida qarishni oldini oladi. Ayollar ham ko'rayotgan bo'lsa, qarishni oldini, ko'z kasalligini oldini oladi. Bu sonzashli plyonka. Mashinada yurganingizda oddiy aynada issiq
nima deydi 100 barobar kuchli o'tadi. Sonzashtada bo'lsa, ana 10 barobar nima deydi 90 barobar kamayib 10% hech bo'lmasa issiq o'tadi, o'tmaydi emas, lekin kamaytiradi, nurladi, kasal qiluvchi nurladi. Xo'p. Endi ba'zi bir klientlar aytishi mumkin, biz ota-bobolarimiz busiz ham yurgan, yashayapti deyishi mumkin. O'sha 50 yilga oldingi nima deydi organizm va ob-havo bilan hozirgi organizm va ob-havo farq qiladi. O'shuning uchun tavsiya qilamiz. Любой Yevropa davlatlarining hammasida sonzashli plyonka yopishtiriladi и qattiq yopishtiriladi kerak bo'lsa Amerikada, чтобы issiqdan odam kasal bo'lib yoki biror nima deydi ko'z-po'z og'rib qolmasligi uchun. Bu birinchi o'rinda sog'liq uchun. Sog'lig'ingizni hech qachon pulni ayamang. Agar sonzashni yopishtirmoqchi bo'lsangiz, bizga ham aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bo'lmasa o'zi shaharingizda yaxshi sonzashni yopishtiradi, tonirovkachi bolalarga aloqaga chiqing. Bizning joyimiz Marg'ilonda joylashgan. Tonirovkachi Abror. 5 yildan beri ishlab kelaman. O'zi mashina sohasida shogirdligim bilan hisoblasa 11 yil bo'ldi. Xudo xolasa bilgan ma'lumotlarni bergandan xursandman. Kamchiliklarimiz bo'lsa yozib ketsalar, kommentariyga men to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyga yozinglar. Sizga nima qiziq tonirovka sohasida. Men sizga to'liqroq ma'lumot beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.